Assalomu alaykum hammaga. Kecha intiramiz buni. Pol yuvib tushirildi gilamlari. Detalli kraskalandi. Ko'p detal kraskalandi. Baribir kraska 100% to'g'ri kelmas ekan buni. Ancha-muncha anaqalar yopildi. Chexol taqildi. Sidenalari normalniy chiqdi. Vaqtida chexol taqib yurilgan. Xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz. Bu yoqda kraskamni nimadir to'kib qo'yishdi. Lekin qo'ldan kelgancha tozalandi. Bagajda ichidish balo yo'q. Tak. Patolog hozir videoda ko'rinmaydi baribir. Podnoshkalar kraskalangan, stoykalar kraskalangan. Apshkalar kraskalangan. Buni qo'yishayotganda bir vaqtda sindirishgan ekan, buni ham qo'ldan kelgancha kredit qilindi. Barga kelsak, radnoy bar qo'yildi, o'zinikini bitta mana lodichkadek koja qop o'ziga qo'yamiz dedi и mana rukoyatkada rezinkasi bor, o'shani ham o'ziga qo'yishadi. Torpedkalar ham tozalangan. Charchamanglar. Ishiga omad.